Alo? Damascha aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshirama, kirani yorib yuribmiz. Sizga bitta kinoga rol bor edi. Damaschilar roli. O'shanga taklif qilmoqchi edim. Yo, Jalonbek unaqa mayda-chuyda kinolaringizga o'ynagan vaqti yo'q. Obedda bir pachka kechpay ikki pachka o'g'layapti. Bo'pti. Qo'yib qo'ydimi? Safar puli bor, takoyroq bola kesin-de. Ha, qo'ydinglar maqtashgancha bor ekan. Azgina kech qolib ketdim, kutib qolmadingizmi? Yo'q, men ham qasd keldim. Unda bu joyga ovqatlangani bo'lamiz, ketdim. Voy. Qip-qizil Matizda kelyaptimi mana oldimga? Matizda keldingiz? Cho'ntingiz qani? O'tgan safar aka bilan mashinalarda keluvdim. O'zim mashina ustida edi. Yuring aylanamiz. Birovlarning mashinasida yuraman degan. Pas. G'irt yolg'onchi ekan. Birovlarning mashinasida men oldimga kelibdi. O'zining bir Matizi bor. G'irt kambag'al bola ekan. Shukr qilsang-chi, men unaqa kambag'al bolaga hayotda erga tegmayman. Отказ qilib beraman. Erga tegmayman. Orta, men senga nima dedim? Baribir boy joydan keladi demadim. Yaqinda to'yim, vaqting bo'lsa o'tarsan. Menga ham soch keldi, faqat oddiyroq oiladan ekan. Menga qolsa kambag'alga erga tegmagan. Ertaga men hayotimga havas qilib o'tirasan. Bu yoqi peshonamdan-de. Tanlab to'qsizga uchradim. Hamma dugonalarimning mashinasi bor. Menga qattan bo'lsa ham mashina topib bering. Aka, mashina arendaga biz olmoqchi edik. Siz bilan gaplashuvmidik? Ha, aka, men edim. Atasi, salonga ketib o'tirdim. Qaysi mashinada ketdik? Onasi, hammalar tanishgan. Qizil Matiz bizadaki. Shuncha mashina turganda nima Matizga ketaman? Endi onasi, ko'chada Matiz haydab yursang, insonlarning asl yuzini ko'rasan-da.